Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nur Invest jamoasi. Bugungi darsligimiz o'tgan safargi darsligimizning davomi bo'ladi. Ya'ni fake out strategiyamizni simulyator orqali savdo qilib, strategiyaning qanchalik effektivligini ko'rib chiqamiz. Agar sizga signal kanal kerak bo'ladigan bo'lsa, Nur Invest Trading Akademiyasining ekspertlari tomonidan beriladigan signal kanal mavjud. Bu signal kanal orqali siz ekspertlarimiz tomonidan sotib ol degan signalda sotib olib, sot degan vaqtida sotib tursangiz, yaxshigina daromad ko'rishingiz mumkin. Agar sizga kursimiz va signal kanalimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizda fake out strategiyasida qisqacha yana tushuntirib o'taman. Support va resistance, ya'ni kritik zonalarda fake breakout yoki fake breakdown holatidan savdoga kiriladi. Mana Tesla kompaniyasida 1 soatlik time frame'da boshlaymiz. Aksiyamizni yurgizishni boshlaymiz. Bizda maksimum va minimum zonalaridan chizishimiz kerak bo'ladi va shu holatdan agar fake out holatlari yuz beradigan bo'lsa, biz savdoga kiramiz. Umumiy har doimgidek mana 55 ta aksiyani olamiz va 55 ta aksiyani sotamiz. Kimdirlar portfeliga qarab kamroq va mana bizda bitta holat yuz berdi. Mana qaranglar. Bizda narximiz bitta minimum zona yasadi va narx yurib borib, shu minimum zonamizni pastga yorib tushdi, to'g'rimi? Mana minimum zonani soya bilan pastga yorib tushish kerak edi va tanasi tepada qolish kerak edi va shu holatdan biz savdoga kirishimiz kerak edi. Mana bu holatdan biz mana bu shamtoyoqni maksimumidan savdoga kiramiz, stop loss qo'yamiz va take profitimizni 1 ga 2 yoki 1 ga 3 nisbatda qo'yamiz va kupitni bosamiz, take profitni joylashtiramiz va stop lossimizni ham joylashtiramiz. Minimum zonamizga take profitni joylashtiramiz. Bizda savdoga kirishimiz biroz kechik qoldi, lekin borib mana take profitimizni urdi va $812 foyda bo'ldi. Endi bu bir kun olib, ertasi kuniga sotilgan holati bo'ldi. Endi yana chartimizni yurgizamiz, narxlarimizni yurgizamiz. Bizda bitta take profit bor va yana shunaqangi holatlarni kuzatishimiz kerak bo'ladi. Shunaqangi fake out yoki fake down bo'lgan holatlarimizni kuzatishimiz kerak bo'ladi. Bizda narximiz hozir sizlarga sellga savdoga kirish bizda shariatan joiz emas, lekin sizlar agar prop shot imtihonlarida bo'ladigan bo'lsangiz, buyga yoki sellga kirib demo hisobda tezroq imtihonni topshirib olish imkoniyatingiz bor. Bu holatda siz strategiyamiz mohiyati bo'yicha buyga ham, sellga ham savdoga kirib bemalol foyda qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Faqat eslatib o'taman, real shotda bunday savdoga kirishligimiz shariatan qat'iyan nojoiz bo'ladi. Va bizda ko'rib chiqamiz, qaranglar. Mana bu holatimizda bizda mana minimum zonamizni qaranglar. Minimum zonamizni soya bilan yorib tushdi va take profitgacha narx yurib bordi. Biz ulgurmay qoldik. Bu yerda chartimiz, aksiyamiz harakatlanib, narx uje ketdi. Yana bitta agar savdoga kirgan bo'lganimizda, yana bitta take profit ushlagan bo'lar edik. Va kuzatamiz. Xuddi shu holatda qaranglar. Xuddi shu holatimizni chappachasi bo'ldi, ya'ni sell holatimizda ham yuz berdi. Maksimum zonamizni yorib chiqib, pastga qarab ketib, narx yaxshigina pastga impuls berdi. Biz shunaqa holatlardan savdoga kirishimiz kerak bo'lar edi. Minimum va maksimum zonalarimizdan. Va bizda chartimizni biroz sekinlashtiramiz. Va bizda yana bitta soya qoldi va narx pastdan soya qoldirib, narx uje tepaga qarab ketib qoldi. Bu yo'q, bizda hozir support zonamizga точный narx kelgan holati ekan. Biz hozir kuzatamiz. Yana bizda fake out bo'lish holatini. Agar fake out bo'ladigan bo'lsa, savdoga kirsak bo'ladi. Va bu holatimizda hozircha narx
o'suvchan trend holatimiz o'suvchan trendga qarab ketyapti. Bizda narxni harakatlantiramiz. Hozircha narx konsolidatsiya holatida bizda strategiyamizga tushadigan holat hozircha yuz bergani yo'q. Bizda hozircha ikkita take profit bo'ldi desak ham bo'ladi. Bittasiga ulgurmay qoldik, lekin bittasiga sizlar bozor vaqtida albatta bitta shamtoyoq 1 soatda shakllanadi. Bunda sizlar bemalol shu holatdan savdoga kirib, bemalol foyda qilib olsalaring bo'ladi. Bizda hozircha maksimum zonalarimizda narx keskin o'suvchan, ya'ni resistant zonalarimizda turibdi. Agar shu resistant zonalarimizdan ham hozir qanaqadir fake out bo'ladigan holatlar bo'lsa, ko'rib olsak bo'ladi. Mana bizda bitta fake out bo'lgan holat. Bizda mana narx maksimum zonamizni yorib o'tdi va biz bu yerdan korotkay pozitsiya ochadigan bo'lsak, stop lossimizni qo'yamiz va take profitimizni 1 ga 2,5 yoki 1 ga 3 nisbatda qo'yib qo'ysak bo'ladi. Va chartda yurgizamiz. Bizda bu holatimizda narximiz hali 1 ga 2 nisbatda yurmadi va bizda borib narx take profitimizgacha oz qolmoqda. Hozircha narximiz take profit zonamizga kelmadi, stop loss zonamizga ozgina qoldi, take profitimizga ham ozgina qoldi, lekin hali ikkita tomonga harakatlangani yo'q. Va bizda quyidagi holat, biz mana shu holatimizdan agar maksimum zonamiz, minimum zonamiz yangilansa, biz shu pozitsiyamizni yopib chiqib ketsak ham bo'ladi. Va bizda minimum zonamiz yangilandi. Riskka nisbatan hozir mana 1.87% foyda ekan. Xuddi shunaqa holatda xohlovchilar stop losslarni kirgan nuqtasiga qo'yib take profitlarini davom ettirishi mumkin yoki shu holatda pozitsiyani yopib olsalar ham bo'ladi. Endi bizda pozitsiyani yopdik. Bunda ham 1 ga 2 ga nisbatan biroz kam bo'lsa ham bizda foyda bo'ldi. Agar hozir pozitsiyamiz yopmaganimizda, yo'q, bizda mana hozir bitta fake out holati yuz berdi. Qaranglar. Bizda hozir qaranglar mana bu yerda bitta fake out holatimiz yuz berdi. Ya'ni qaranglar. Mana bu yerdan savdoga kirish bo'ladi. Bitta stop loss bo'ladi. Qaranglar, nega qanday fake out holatimiz yuz berdi? Mana bu yerda minimum zonamizni shamtayoqlar soyasi bilan yorib tushyapti, lekin narx tepaga qarab yo'nalgan. Shu joyga stop loss qo'yamiz va take profitimizni 1 ga 3 nisbatda joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Va kuzatamiz narx qanday shakllanishini. Narximiz borib take profitimizni juda tez ushladi. Ko'rgan bo'lsalaring, mana fake outdan keyin borib narx take profitimizni urdi. Endi yana kuzatamiz narximiz shakllanishini. Va bizda juda maksimum zonaga chiqdi. Narx o'suvchan trendda. Juda zo'r holat, qaranglar. Pastda gap bo'ldi. Endi narximiz pastga qarab tushish ehtimoli bor. Bizda narx mana hozircha narx pastga qarab tushmadi. Mana shu holatimizda narx dalsha tepaga qarab yo'naldi. Narximiz juda maksimum holatlarda, narximiz juda tez shakllanmoqda. Buni biroz sekinlashtirib qo'yamiz va kuzatamiz.
bizda hozircha mana bu yerda minimum zonamizni yorib tushdi, to'g'rimi? Minimum zonamizni yorib tushdi. Narx mana bitta minimum shakllantirdi, borib minimum zonamizni yangiladi, lekin narx tepaga qarab yo'naldi. Endi mana shu holatdan nima qilamiz? Buyga pozitsiya ochsak bo'ladi. Shu holatdan pozitsiya ochadigan bo'lsak, hozircha bizda 3 ta take profit bor va buni bu 4-chi pozitsiyamiz bo'ladi. 4-chi pozitsiyamiz bizda hozircha narx shakllanmoqda. 4-chi take profitimizga qarab narx ketmoqda. Hali yetib bormadi. Narx bizning sotib olgan narximizga keldi. Qaranglar, bizda bitta holat mana bu yerda ko'rmay qolibmiz. Maksimum zonamizni soya bilan yangilamoqda va yo'nalmoqda va 3-chi pozitsiyamizni hozir bezubıtkada yopishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 4-chi pozitsiyani 3 ta take profit, bitta bezubıtkada yopdik. Bu ham 1 ga 2 nisbatda yurib berdi, lekin bu holatimizda ko'rmay qolibmiz. Narx bu holatda sellga pozitsiya ketgan ekan. Sellga narx yo'nalgan ekan. Bu holatdan ko'rib chiqamiz va agar mana bu holatdan ayiqlar short pozitsiya ochishgan bo'lganida stop loss bu yerga qo'yib, risk reward agar 1 ga 2 olgan bo'lganda take profit urib, 1 ga 3 da qaranglar. 1 ga 3 holati qancha bo'lar ekan? O'sha agar 5-chi pozitsiya agar prop imtihonlarida ochilgan bo'lganda 5-chi pozitsiya hozircha birga 2 nisbatda yurib bergan, 1 ga 3 nisbatda biroz qoldi. Va bizda qaranglar qanaqa holat. 1 ga 2 olganlar foydasini oldi va bizda mana bu bir dona shamtayoq soya qoldirib, hammani stop lossdan tegdi. Bu xuddi shu bizning strategiyamizga juda ham mos tushadi. Ya'ni yana fake out bo'lyapti, qaranglar. Yana fake out bo'lyapti, soya qolyapti, narx tanasi pastda. Shu holatimizda nima qilsak bo'ladi? Endi biz sell pozitsiya ochsanglar bo'ladi. Sell pozitsiya ochsanglar bo'ladi. Kimlardir shu holatda soya juda baland, biroz ko'tarilishini kutib olsak bo'ladi dedi. Men ham agar savdoga kirgan bo'lardim, mana shu holatga agar narx keladigan bo'lsa, savdoga kirgan bo'lardim. Chunki stop juda ham katta bo'lib ketadi, profitga borish ehtimoli biroz pastroq bo'ladi va narxni yurgizamiz. Aytganimdek, narx bordi. Hozircha agar hozir stop loss urish baland, mayli, savdoga kirib ko'ramiz. Qani stop lossimizni qo'yamiz minimumga, take profitimizni $200 risk qilsak, $600 foydaga take profit qo'yib qo'yamiz. Va ya'ni 1 ga 3 nisbatga yaqinroq. Bizda qanaqa holat? Qaranglar. Stop lossni hozircha stop lossimiz urmadi, minimumdan biroz teparoq qo'ygandik. Mana shunaqa holatda stop loss qo'yish kerak bo'ladi. Va bizda hozircha take $300, $280 foydada turibdi, lekin take profitimiz hali urilgani yo'q. Mana bu holatimizda bizda take profit urdi. Bu holatimiz bizda ko'rdinglar, qanaqa strategiya aktivni ishladi, take profitimiz urildi. Va yana kuzatamiz, bizda mana bu holat, mana bizda yana bitta fake out bo'lgan holat, qaranglar. Mana bu yerda bizda fake out bo'lgan holat, soya qolyapti, narx tepaga qarab yo'nalyapti. Mana shu holatimizda biz bu holat buy pozitsiya ochishimiz kerak edi va take profitimizni 1 ga 3 nisbatda joylashtirib qo'yamiz. Take profitimiz 1 ga 3 nisbatda joylashtirishimiz kerak edi. 1 ga 2 ga borgan vaqti mana shu holatimizda qaranglar. Mana shu holatimizda xohlovchilar foydaga stop loss ko'tarib qo'ysalar bo'ladi, xohlovchilar 0 ga qo'yib qo'ysalar bo'ladi. O'sha 6-mi, 7-chi pozitsiya ketyapti. Hali bir dona stop loss bo'ldi. Hozir maksimumga
take profit joylashtirilgan edi. 1 ga 3 nisbatda hozir ko'ramiz. Kelib qaranglar. Narx bordi, bir ozgina yetmadi. Riskga nisbatan 1 ga 3 ga nisbatan bir ozgina yetmagandi va kelib bizni bezubitkaga chiqarib olishga juda yaqin turibdi. Mana shu holatda qaranglar. Ko'pchilik narx bu yerda strukturaga qarasak bo'ladi. Narx o'zidan avvalgi minimumni yangiladi. Narx bitta pullback bo'lgan vaqtda hozir narx tushib ketishi mumkinmi? O'tgan darsimizda struktura bo'yicha dars bo'lgandi. Shu holatda struktura bo'yicha qaranglar, stop loss agar bu yerga qo'ygan bo'lganimizda 1 ga 2 nisbatda foydani yopib olsak bo'ladi. Bu yerda savdoga kirganlar bu holatda yoki bu holatda 1 ga 1 dan ko'proq bo'lgan holatda pozitsiyamizni yopib olsak bo'ladi. Va bizda yana take profit desa ham bo'ladi. Yo, umumiy holatda mana qaranglar. 1 ga 1 yoki 1 ga 2 nisbatda foydani yopmagan bo'lganimizda ham take profit urar ekan. Lekin biz yopib oldik. Muhimi zarar emas, muhimi foyda bilan pozitsiyalarni yopyapmiz. Strategiya qanchalik zo'r ishlayotganini menimcha sizlar ham guvohi bo'lyapsizlar. Va narx harakatlanmoqda. Bizda yana fake out qidiramiz. Hozir eng maksimum zonalarda turibdi narxlar. Eng maksimum zonalarda biz ko'proq narx sell ketish ehtimoli bo'ladi. Bu holatda resistance zonalardan fake out bo'lgan holatlarni qidiramiz. Narx tushuvchan trendda. Mana bu maksimum zonada minimum zonaga o'zgardi, tushuvchan trendga. Va bizda hozircha fake out bo'lgan holat yo'q. Va bizda qaranglar, win rate'imiz oxirgi misol hozir oxirgi 2 haftani yoki 2 hafta yoki 3 haftada ishladik. Win rate'imiz 100% bo'lib ketdi. Bu holat kamdan kam bo'ladi. Boya bitta stop loss bo'ldi, lekin hozir nechta pozitsiya ochdik? Hozir 2 dona pozitsiya ochgan bo'lsak, ikkitasi ham profitda yotdik. Savdo bo'yicha, lekin umumiy 7 ta pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, 1 dona stop loss, 6 tasi foydada yopildi. Bu strategiya juda ham aktiv tarzda ishlayotganini ko'rsatadi. Bu hozir 1 soatlik time frame'da bitta pozitsiyani 2 kun yoki 3 kun yoki 1 hafta ushlasangiz bo'ladi. Endi keyingi darsliklarimizda day traderlar uchun ham minutli time frame'larda bu strategiyani ko'rsatib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Hali yana qiziqarli va effekti juda kuchli bo'lgan strategiyalarimiz hali oldinda. Hammaga rahmat. Bugungi darsligimiz shundan iborat edi.